pulimni ham olib oldim. Ha, mana barchaga salom. Men Kompot, bizning yangigina videomizga xush kelibsizlar. Men pulimni hozirda olgan edim va endi esa uyga ketishim kerak. Tushunmadim. Bu qanaqa pushti creeper? Pulimni ko'rmagan ekanman. So'z tortib olishga hozirroq u tortib oldim. Bo'ldi. Endi esa ketsak bo'ladi. Tushunmadim. Bu yerda nima bo'lyapti? Yong'in bo'lyapti shekilli. Ha, qanaqadir bironta dom yonyapti shekilli menimcha. Ha, pojarni. To'xtang, o'yinchi. Siz nega qizil yong'indan o'tib ketyapsiz? Madam, qaysi qizilda deyapsiz? Uzr so'rayman, svetoforda ko'rmay qolibman. O'zi e'tiborsiz qolibman, o'zi olovni qarab qolibman-da. Shahar, bu yerda ehtiyot bo'lib yurish kerak. Bironta mashina urib ketganda nima bo'lardi, ha? Tushundim, uzr so'rayman, iltimos. Boshqa qaytalanmaydi. Bu safar e'tiborli bo'laman. Mayli, bu safar kechiraman. Lekin bu shahar oddiy shahar emas. Bu yerda zakon kuchli. Bo'ldi, hammasini tushundim. Bo'lmasam yashil bo'lganda o'taman. Ha, bo'ldi. Senga hamma yerda qaraymiz. Yashil ham bo'ldi va endi sekin hamma yerga qarab, sekingina o'tamiz. Let's go. Bo'ldi. Nima musulmonni tashlab qo'yamiz. Hoppa, bo'ldi. To'xtang o'yinchi, to'xtang. Siz meni ustimdan kulyapsizmi nima balo? Birinchisini buzib, birinchi pravillarni buzib, endi ikkinchi pravillarni buzyapsiz. Men qanaqasiga zakonni buzishim mumkin? Axir yashilda o'tdim-ku. Sen bu zakonda emas, sen mana bu zakonni buzding. Sen musurkani yerga tashlab ketding. Uzr so'rayman, yerga tashlamoqchi emas edim. Onuncha tashlamoqchi edim. Boshdan tashlayman. Yo'q, endi kech. Hozirroq qolingni. Nima qilyapsiz? To'xtab turing. Men qanaqa xato qildim? Sen zakonni buzding. 225-qishloqlarning zakoni. Musurkani xato tashlash 2 kun qamoq jazosi. 2 kun? Men 2 kun chida olmayman. Men o'zi tashlamoqchi emas edim. Prosta endi nima qilmoqchi edim. Iltimos kechiring. Afsuski, lekin bu zakonga qarshi chiqish jazo bilan qoladi. Bekordan bekor. Hammasini tushunyapman. Iltimos bu safar kechiring. Bo'ldi, endi kech. Qo'lingni orqaga qo'y. Nima qilyapsan? Tushunmayapman. Oldinga tezroq mashinaga o'tir, tezroq. Bu qamashga sabab bo'la olmaydi. Men seni ustingda yozaman. Qanday ustimda yozasan? Axir sen qoida buzyapsan. Hozirroq tezroq mashinaga yur. Endi shunda bitta qog'ozda meni qo'mayapsizmi? Kam gapirib tezroq mashinaga chiq. Bo'l. Men o'zimga advokat talab qilaman. Advokat ham bo'ladi. Tezroq kir, bo'l tezroq. Bu juda ham qattiq qo'llanadigan qamoqxona-ku. Men shunchalik yomon ish qildimmi? Yo'q, hech narsa qilmading. Prosta qog'ozni noto'g'ri tashladik. Do'stim, qamoqxonada bo'sh joy bormi? Albatta, bitta joy bor edi, adashmasam. Lekin u yerdagi odam nima qilibdi? Nima, rostdan ham bilmaysanmi u yerda kim o'tirishini? Mayli, faqatgina o'sha yerda mesda qoldimi? Lekin bilmas ekanman. Nima qo'yib yuboringlar meni? Bo'laveradi. Bu bolaga hech narsa qilmaydi. Hozir men seni mana bu kishilarga yechaman. Rahmat. Endi men ketsam bo'ladimi? Aytdim-ku, ozgina o'tirasam bo'ldi. Hozir mana bu qilichingni ber. Siz qayerdan bildingiz menda qilich borligini? Men axir politsiyskiman. Hamma yo'lda bilaman, ber. Bo'pti, men ola qoling. Bo'ldi, endi orqamdan yur hozirroq, bo'l tezroq. Xo'sh, qaysi edi-ya? Qaysi turma edi? Bo'ldi, tepadagi. Eng qattiq qo'llanadigan turma. Turmadan ish qilib tirik chiqsa bo'ldi. Nima, rostdan ham bu turma eng opasniymi? Bo'l tezroq, kam gapirib tezroq qamoqxonaga kir. Nega bu bedroqdan o'ralgan chekillari? Nega bu kim bo'ldi o'zi? Kompot, bu odamga hech narsa dema, hech narsa gapirma, hech narsa qilmagin, tushundingmi? Hech narsa dema. Nima, juda ham yomon ish qilganmi? Bu yerda yaxshi odamlar o'tirmaydi bu qamoqxonada. To'lqa juda ham yomonlar o'tiradi. Yo'q, men bir kun ham o'tira olmayman, iltimos. Meni chiqaring, iltimos. Boshqa kameraga o'tkazing, bo'lmasam iltimos. Bosh kamera yo'q va sen bu yerda 2 kun o'tirishing kerak, chunki qoida buzgansan. Nima, shuni kechirib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Bo'ldi, sen men ko'p gaplashib yordim, bo'ldi. Xayr, men ketdim. Xayr. To'xtang, iltimos. Bu yerda men bir o'zim qoldim. Xavotir olma, bu yerda bir o'zing emassan. Salom, men ismim Kompot. Yaxshi tanishib ketamiz deb umid qilaman. Kompot, juda ham ajoyib at. Mening ismim esa Grjaver Vivich. Qanday yaxshi at. Tanishganimdan xursandman.
Hoziroq eshit. Bu yer turma. Bu turmada hech qanday yaxshi gapirishlar bo'lmaydi. Va mana bu kiyiming ham g'alati, turmaga mos emas. Ha, qayerdan olding o'zi buni? Sizga yoqadimi meni kiyimlarim? Kiyimi juda ham kulgili, ayniqsa magazinda ko'rgan edim. Sotsangiz yaxshi Virvich. Nima deding? Meni Virvich deyapsanmi? Uzr so'rayman, men просто qisqachasini aytib qo'yaman ismlarini. Nima? Agar ismimni noto'g'ri aytsang, tishlaringni to'kib qo'yaman. Uzr so'rayman, просто bu komxonada birinchi kunimda o'shanga hech narsani bilmayman. Mening ismim Gospodin Prijoyevich. Xo'p bo'ladi. Nimaga kulyapsan? Meni gaplarim kulgili bo'lyaptimi? Uzr so'rayman, hozir o'zimning joyimga yotib olay. Nima, seni o'rgin kelyaptimi deyman, ha? Sen mening joyimga yotibsan, kuyunyapsanmi? Voy, adashib ketibman, mana bu mening mestam, uzr so'rayman. Oddiy kechirim bo'lmaydi. Sen hoziroq omata turnik tortinishing kerak, tushunyapsanmi? Qani ko'ramiz, qanchalik kuchli ekansan. Yo xudoyim, bu aniq jinni bo'lib qolgan. Ha. Nima, senga обязательно bir narsa qilishim kerakmi? Tezroq bo'l. Xo'p, hammasini tushundim. Xo'sh bo'pti. 1 2 3 bo'ldi. Sen endi 3 marta qilding, yana 7 ta qoldi. Bo'ldi, boshqa qila olmayman. Men sportdan uncha yaxshi emasman. Demak, men seni majburlashim kerak, to'g'rimi? Mayli. Iltimos yo'q. Hozir telefonim qo'ng'iq qoldi, hozir o'chirib qo'yay. Nima? Senda telefon bormi? Sen qanday qilib telefoningni olib kelding? Menga olib kirgizib olmagandim. Men bilmadim, qilichimni olib qo'ydi, lekin telefonimni olmadi. Yo xudoyim, do'stim, iltimos meni kechir. Iltimos menga telefoningni berib tura olmaysanmi? Men yaqinimga qo'ng'iq borishim kerak edi. Mayli, yaqiningiz bilan gaplashib olavering. Nima, telefonni ishlatish mumkin emasmi? Albatta yo'qda. Men bu yerda necha yillardan beri telefonsiz o'zim yashab yuraman. Meni telefonim, naushnikim ham yo'qdi. Muzika eshitish ham mumkin emas menga. Hech narsa mumkin emas. Mayli, meni telefonimdan foydalanib turishingiz mumkin. Mayli sizga. Rahmat kompot. Shosh. Buvimning nomeri bo'lish kerak, menimcha esimdan chiqarib qo'yganman yo'qman. Bolalar qaranglar, qanaqadir yomon joy. Bolalar suvlar o'qiyapti, qanaqadir qizil. Va bu nima? Tualet? Bu yerda minus tarafi dush yo'q ekan. Nima qilaman? Dush yo'q. Mayli bo'pti, bu keyinroq gaplashamiz. Yaqinda uchrashamiz. Mayli, xayr. Bo'ldi. Men buman 13 yildan beri gaplashmagandim o'zi ham. Rahmat kompot o'zi ham. Rostdan ham 13 yildan beri turibsanmi? Qachon chiqasan endi? 13 yil bo'lgan bo'lsa, yo 3 yil, yo 5 yil, yoki 10 yil, yo 12 yilda ham chiqib qolishi mumkin. Muhimcha ko'p yil. Oshkoriga obed bo'ldi. Tovarshi komanda, как раз qornim ochgan edi. Bo'lmasam tezlashinglar. Juda ham shirin mazza. Shu shirinmi? Pishmagan baliq-ku. Nima, baliq yomonmi? Kecha bizga bu kasha bergan edi. Sement qo'shardi. Pishmaganda. Ozroq yeb ol, boshqa ovqat yo'q. Bir narsa вообще meni qiziqtiryapti-da. Nega shuncha politsiyaski? Hali ham miyangga yetmadimi? Axir men juda ham opasniy odamman. Tushunarli, men bu ovqatni yemayman. Unday bo'lsa, o'zim baliqni yeb qo'yaman. Nega aytmayapsan qomorganingning sababini? Chunki bularni bilmaganing yaxshi. Men juda ham yomon ish qilganman. Turma ham seni juda ham ko'p qiynab o'rgan ekan. Meni kaltaklashgan va elektroshokman qiynashgan, juda ham ko'p ishlar bo'lgan. Bu yerda necha yillardan beri. Uzr so'rayman, просто ozgina qornim ochgan edi. Haligi baliqni yeyish kerak edi. Yo'q, u baliq deganimdan ko'ra ochiq o'tirganim yaxshi. To'xta. Menda aytgancha pechenyeman, non bor edi. Nima, senda pechenye bormi? Men oxirgi marta 13 yil oldin buvim qilib bergan edi. O'shini yegan edim, bo'ldi. Boshqa yemaganman. Bo'lmasa men sizga ikkitasini beraman, 4 ta bor. Rostdan ham mengami? Rahmat kompot. Juda ham shirin. Rahmat kompot, juda ham yaxshisan. Qisi yo'q. Juda ham shirin ekan rostdan ham. Qishloqdan yaxshimi olibman. Qishloq. Juda ham zo'r joyda yer. Ishlarni qilasan. Men qishloqdan ko'ra shahar yaxshiroq deb o'ylar edim. Men agar bu qamoqxonadan chiqsam, albatta qishloqqa birinchi bo'lib boraman. Qani edi u yerda ishlarni qilsam. Nima, sen jinimisan? Qanaqasiga shu yoqqa qamab qo'yishi mumkin,
Uzr so'rayman, tovarshi qishloq komandir. Prosta boshqa turma yo'q ekanda. Hali ham gapimga tushunmayapsanmi? Bu nimaga bu yoqqa qamab qo'yding? U musorni yerga tashlab qo'ydi. Menga вообще ishlamaydi. Shtraf solsang bo'ladi-yu, ishlaysan zarur. Shuni ham bilmaysanmi? Bo'lmisan? Ha, prosta men esimdan chiqib qolibdi. Hozir qo'yib yuboraman. Chiqa qoling kompot. Uzr so'rayman. Xato qilganim uchun uzr so'rayman. Ha, men bu yerda bilasanmi? Men bu yerda eng yomon odamni o'tirdim. Uzr so'rayman. Mana buni endi ishdan haydayman, yana emas. Iltimos meni haydamang, iltimos. Ha, rostdan ham o'zi oddiy ishtirok qo'ysa bo'lar edi. Ha, rostdan ham oddiy ishtirok qilib qo'ysang ham bo'lar edi, jinni. Uzr so'rayman, iltimos meni kechira qoling. Xayr do'stim, sen men juda ham mazza qilib gaplashdik, o'zi ham mazza bo'ldi. Do'stim, men senga ozgina sovg'am bor, qarachi. Agar qamoqxonadan bir kun bo'lsa ham chiqsang, men senga qarachi chiqqaningda yordam berish uchun ozgina hamma pulimni berib turaman. Nima? Rostdan ham bu pullar mengami? Rahmat, kompot, rahmat. Hech qisi yo'q. Turmadan chiqqaningda hatto bir kuningga yarab qolar. Rahmat do'stim, yana bir bor. Ha, men agar buni chiqsam, pullarni yaxshi narsalarga ishlatishga harakat qilaman. Rahmat. Ha, tezroq chiqishingga umid qilaman. Endi bugundan boshlab hammaga yaxshi bo'laman. Doim yaxshi bola bo'laman. Xo'p, omad tilayman senga. Bo'ldi, ko'p gaplashib bo'lmaydi. Hozir keting, bo'ldi, keting. Xo'p, mayli, mana bu politsiya bilan gaplashib qo'ying. Bo'lmasa men bu bolani eshikkacha kuzatib qo'yaman. Yo'q, rahmat, o'zim keta olaman. Ha, bo'ldi. Men o'zim bo'li eng xavfli odamman. O'tirdim bir kun eng xavfli odamman. O'ylash vobshe g'alati. Ha, lekin u o'zi oddiy odam ekan. Ha, men uni yomon deb yurgan edim. Birinchisi, ha, men uni yomon deb o'ylagan edim. Ha, mayli. Nima bo'lsa ham mayli. Sizlar men kompot bo'ldim. Keyingi videomda ko'rishguncha hammaga xayr.